Assalomu alaykum. Imzo Akfa kanalida Abdulatif. Navbatdagi xonadonimiz Kosonsoy joylashgan. Bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatuvchi klientimiz zakaz qilganlar. Xonadonimiz Nosirxon aka o'zlari safardalar. Obyektimizga ishlatgan materiallarimiz va narx-navolar haqida ma'lumot berib o'tkaman. Dizayn ko'rinishlari juda ham chiroyli, panoramli holatda bo'lgan. Ishlatgan materiallarimiz termoprofildan ishlatganmiz. Ranglar alyuksantarazit oynalar, energiya tejovchi oyna. Ko'ryapsiz, pastgacha splashdan holatda panoramli romlar bo'lgan oldi qismi. Qolaversa, mana yon tomonda plastik romlarni qo'yib berganmiz, podagonli joylarga. Razmerlar haqida aytib o'taman. 6000 seri, 6000 trio profildan bo'lgan. 110 ga 190 balandlikda 2 ga bo'lib bir tomon ochilish qilib berganmiz. Plastik profilimiz podagonlilar bilan birga, mana tashqari tomon ko'rinishi shotlankalar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Hop, oldi tomon qismi termoprofildan qo'yib berganmiz. Oynalar energiya tejovchi oyna. Ichida 1.8 da shotlankasi bor, uzun rangida. Razmerlar haqida ma'lumot berib o'tkaman. Razmerlarimiz eniga 4 metr bo'lgan, balandligi 2.75, ikkita chekkasini ochilish qilganmiz. O'rtasi panoramli holatda oyna bo'lgan. Mana TVSga premichka berib. Splashdan holat juda ham chiroyli, yorug' chiqqan. Kreverish qismi eshigimiz, razmerlarimiz 1.45, balandligi 2.75, teng 2 ga bo'lib, 2 qanotli o'sha eshigimiz teng 2 ga bo'lganmiz shu holatda. Mana. Hop. Bu razmerlarimizdan pastda hammasi bir xil bo'lgan, 4 metrli, eniga 3.95, balandligi 2.75. Alyuksantarazit oynalari energiya tejovchi, ikkita chekkasi ochilish qilganmiz. Qolaversa, manaqangi razmer katta bo'lganligi hisobiga usulinli holatda lapcha profil bilan birlashtirganmiz. Ikkita profil bitta bo'lib, qalin profil bo'ladi. Vibratsiya ochib yopganda ham o'sha lambillash bo'lmaydi. Usulinli holatda bo'ladi. Mana barcha romlarimiz shu holatda bo'lgan. Qolaversa, past qismiga shotlankalar qo'yib yuborganmiz ochilish qismiga. Ikkita chekkasida o'sha qanotlari bor, premichkalar bilan splashli holatda. Hop, bu tomonda kirirish eshigimiz bor yana bitta. Razmerlarimiz ozgina nostandart razmerida. Bunga ajoyib yechim qilganmiz. Razmeri 1.95 atrofida edi eni. Hop, balandligi o'sha 2.75, bir xil holatda liniyalar hammasi birta tekis o'rnagan. O'rtasini bir qanotli eshik qilib, ikkita chekkasiga gul qo'yib berdi. Juda ham chiroyli chiqdi. Termo 65 profilimiz, mana tashqari tomon ko'rinishi, ranglari alyuksantarazit. Mana oynalarimiz ochilyapti, juda ham zo'r, idealniy holatda, yengil ochilyapti. Termo profilimiz mana 3 kamera bo'ladi. Sifatli ruchka mexanizmi. Birinchi, ikkinchi o'sha rezinkalar. Ichkari tomondan ko'rinishi juda ham zo'r holatda. Mana ichkari tomonda. Yon tomonimizda ham o'sha romlarimiz tushgan. Bu tomonda ham plastik profildan 6000 seri podagonlilar bilan birga qo'yib berganmiz. Mana o'zini podagonlilar bilan germanskiy uchkalar bilan sifatli uchka mexanizmi 6000 seridagi taraflama ochilish bo'lgan mana ichkari tomonda. Yorug'lik o'tkazish ham juda ham zo'r. Shotlankalar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Forchkamiz bor. Mana ichkari tomondan romimizning ko'rinishi. Hop, ichkari tomonda panoramli holatda turadi. Romlarimiz juda ham chiroyli chiqqan. Mana shotlankalar bilan birgalikda chekkasini ochilish qilganmiz. Qolaversa, bu yerda radiatorimiz bor. Radiator qismi pastdan qo'yilgan, yangi chiqqan o'sha ochilib yopilishgan termoprofilimizni usulinli holati birinchi, ikkinchi rezinalar shovqin mustahkam bo'ladi. Montaj qismlarimizdan planka va penalar bilan birgalikda qo'yib berilgan mana. O'zini. Hop, bu termo profillarimiz termo panoramli holatda shotlanka energiya tejovchi oynalar bilan birgalikda hozirgi kunda shu obyektimizga 1 kvadrati $190 dan tushgan. Plastik energiya tejovchi oyna. Kimda yana shunaqangi xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqa chiqinglar, ishini sifatli qilib bitkazib beramiz. Garantiyasi 5 yil garantiya beramiz.